Hammaga salom. Men hozir Turkiyaning Kapadokiya shahriga ketyapman. Turkiyaning eng romantik shaharlaridan biri. Xullas, Kapadokiyada ko'rishamiz. Hammaga salom. Hozir sizlarga bitta manzara ko'rsataman. Kapadokiyaning aşk vodiysi, ishq vodiysi, sevgi vodiysi. Tayyor misizlar? Mana shu mashhur Kapadokiyaning manzarasi. Quyosh chiqayotganini shuni yakaladik. Aslagi dili bajalar. Hozir market kasmishlarga aytib beraman. Ben yamuk çıkmıştan gidelim. Qanday hosil bani. Nasıl bir de böyle çek tamam. Buradan Buradan geldi. Buraya çek. Bu sevgi vodiysi. Mana bular anaqa mashhur o'sha peri bajalar. Bular qanday hosil bo'lgan? Kapadokiyaning tog'lari oldin uchta tog' bor buyoqda. Erciyes, Gulli va uchta tog'dan vulqonlar portlagan. Endi million yillar oldinda. Degan bir modda hosil. Mana bu oqib bordi. Bular to'p deyiladi. Tez yemalar. Ustidagi bo'lsa mana shapka, mana bu shapkalar bo'lsa qattiq toshlar. Erishni boshlagandan keyin o'sha ustidagi shapkalar, ya'ni qattiq toshlar qolib ketgan va shunaqa nimalar past bo'lgan. Shakldagi nima deydi? Qoyalar. Tuprog'imiz boshqacharoq, g'alatiroq yo'lda. Boshqa joylarda ham ko'rsangiz, buni yer osti shaharlari ham bor, chunki mana bu to'plar qasilishga osonroq bo'lgan moddalarda. Bunda shunaqa. Burada çay koyuyor. Tamam çay oldu. Mana bu yerda tuyalar bor ekan, arkadaşlar. Tuyalarda. Tuyalar, g'aroyib mavjudotlarga o'xshab hamma rasm tushyapti. Oddiy tuya. Kambag'allar bu yoqda, boylar shahar ichida. Chunki shaharga chiqish adashmasam endi eshitishim bo'yicha 250 euro shunaqa ekan, 200 euro, 250 euro. Shuning uchun biz faqat kambag'al bo'lganimiz uchun faqat tomosha qilamiz. Она же подумала, она поглотит проблемы. Boshqa tarafdan yurishlayapti. Chunki hamma rasm o'tyapti.
Hani judayam ko'p shar bor bu vodiyda. Judayam ko'p shar bor. Tomosha qilish kayfli. Ayniqsa kun chiqishini tomosha qilish. Buncha kun botishi ham shunaqa bo'lsa kerak. Eng şöyle joyga kelamiz. Keyingi safar kelganimda men o'sha balonlarga chiqaman. Chunki bu safar endi bo'lmaydi. Keyingi safar kelganimda aniq borsa chiqamiz balonlarga. Shunaqa gaplar. Hali ko'p joylarga boramiz. Ko'p videolar olamiz. Oxirigacha ko'rishda davom eting. Sharni ko'tarishga qarang. Bu yoq ancha chiroyli. Tamam, tushmagan. Odam ko'p bo'lgani. Adam o'ta ko'p. Hamma rasm tushish bilan ovora. Burası mana bu yerim. Bu yer ozroq farqli lekin narigi tomonda. Bu yoqda sharlar ko'proq qo'shar. Bu tomon. Sharlarning yonishiga qarang. Sharlar qanday ko'tariladi? Pastdagi sar yonib, sharning havosini to'ldirib ko'taradi. Buni uyda sinab ko'rsam bo'ladi. Mana shu narsani tushun. Yakın çekebilirsin bunları. Uyda faqat kichkinagina shuni maketi bilan sinab ko'rsam. Xullas, judayam zerikarli bo'lib qoldi endi. Chunki ko'rdik manzarani, bo'ldi. Mana qayta ko'rsatdim. Bu yerga sherik bilan kelish kerak ekan, bir o'zingiz kelsangiz bo'lmasdi. Endi kelasi safar sherik bo'lib qolar-a. Bu safar bir o'zim. Sevgi vodiysiga balki kelasi safar nomiga mos sherik topamiz. Yana ko'rsam boshqa joylarni ko'rishamiz. Bu aslında buna biz kırgı bayır diyoruz. Bu tamamen kar yağışı, karın oluşturduğu bir coğrafi yer şekli diyebiliriz. Bakın burada yeni oluşumlar var. Gördüğünüz gibi bakın. Tamamen 3 tane faktör var. Yağmur, kar, sulu kar ve rüzgar. Özellikle rüzgarın, çok şiddetli rüzgarın peri bacalarının oluşumunda çok önemli olduğu söyleniyor. Bakın şu gene önümüze bakalım, saat yönünde 12. Bakın orada aşının orada 1000 yılda 0.9 santim. Bakın. Niye? Çünkü orada boşluk yok. Rüzgarın, yağmurun, kar suyunun girebileceği bir boşluk yok. O yüzden orada aşının çok yavaş. Ama şu peri bacalarının olduğu saat yönü 9'a gördünüz mü? Bakın sol tarafa bakın, peri bacası var orada bir tane. Bakın böyle olduğu zaman aşının hızlanıyor. 1000 yılda 2 santime, 3 santime geçiyor. Yani aşınma hızı. Tabii ki bu uzun süreç alan bir oluşumlardan bahsediyoruz. O kadar çok kolay değil bu oluşumun, bunların oluşması. Tabii insan faktörü de var. Bakın şu anda yol bile, yani insan faktörü bozuyoruz, doğaya zarar veriyoruz. Burası UNESCO'nun kültürel miras listesinde özellikle Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve
derin kuyu yeraltı ATV'ye biniyor olacağız inşallah. Evet. Önce şu öbür rehberimizi buluşalım, sonra devam ederiz. Konik niye konik oluyor mesela? Tamamen üzerinde bulunan malzemeden dolayı böyle oluyor. Niye? Çünkü kafasında o uç tarafındaki o yer, orası tüf dediğimiz malzeme. Altta mağma var ve pomza dediğimiz, hani o topuk taşı var ya, pomza taşı. İşte ona benzer bir malzeme var bunun içinde. Yukarısı biraz daha sert malzeme. O kalıyor, daha geç aşınıyor ama alttaki tufa, mağma ve o pomza olan yer daha hızlı aşındığı için bu şekilde şapkalı bir malzeme ortaya çıkıyor. O yüzden de buna peri bacaları demişler. Buraya zamanında perilerle insanların bir aşk ilişkisi olmuş. Tanrı bir anlaşma yapmış peri ve insanla. Demiş ki bir tanesi Narlıgöl, Güllü Dağ dediğimiz bir yer var. Orada 2 tane volkanik arazi dağ varmış. Onlar şu anda yoklar. Kaybolmuşlar. Daha sonra Erciyes ve Hasan Dağı oluşmuş. Kaptan. Hozir Kabutarlar vodiysi degan joyga keldik. Xo'p. Hozir bu manzarani sizga ko'rsataman. Mana bu Kabutarlar vodiysi. Xo'p, bu yerga nimaga Kabutarlar vodiysi deyiladi? Birinchi shuni aytaman sizlarga. Bu yerda mana bu tuflar bor-ku, boya aytganimdek. Mana shunaqa qoyaliklarni oson o'yladi va bu oson o'yib ichi kovlanib kichkina uychalar qilingan va bu uychalarda, ya'ni qarang, teshikchalar bor, ko'rsalang. Kichik teshikchalar bor. Bularni ichi bo'shliq. Chunki qazishgan. Ichi bo'shliq va bu teshikchalardan kaptarlar kirib bu yerda yashashgan. Xo'p, nimaga kaptarlar yashashgan? Chunki kaptarlarning anaqasi bor-ku, axlati o'g'it sifatida foydalanilgan va shu bu yerda shu ekin-tekinda ishlatilgan, o'g'it sifatida. Xullas, mana shu vodiy 5 kilometrcha chiqadi. Mana shu yerdan, deyarli mana shu yerdan boshlansa, mana bu shu oxirigacha ketadi. Deyarli 5 kilometrcha va bu yerda hamma joyi deyarli shunday kaptar uylari bor hammasida. Mana bu yerda kaptarlar bor, balki kaptarlarda hozir nima qilishga harakat qilamiz. Fotoya berishga harakat qilaman. Mana bu yerda qanaqadir ko'rginchoqlar bor. Rituallar qiladigan. Mana shunaqa. Shularni shekilli. Boshqa tushmaydi, yaxshitamiz. Bironta market topsa yaxshi bo'lardi, chunki oladigan narsalarim ko'p. Hadi yor. Qo'yaman, gapiring. Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Kapadokya'da ham o'zbekcha. Selahiddan O'zbekcha birleşmeye gapiring. geldik. Ha, o'zbekcha. Kapadokya'ga bugün aylangani keldik. Akam bilan birgalikda. Agamız aylantirgan hep keldi. Xullas, hamma joyda o'zbek bor, biz o'zbek yo'qcha yo'q Turkiyada, shuning uchun shunaqa. Mana shu Kaptar vodiysidagi deri bajalaridagi uylarga keldik. Xo'p, qaranglar, mana buning ichida mana bu o'zi bir qoyalik, lekin qoyalikning ichi qazilib uyga aylantirilgan. Yerosti shaharlari ham bor bu yerda. Hozir birozdan yerosti shaharlarini ham ko'ramiz. Ko'rasizlar? Bu yer shunaqa hozir pastga mana bu vodiyga ham tushamiz, hozir vodiyga ham kiramiz. Rasmga tushamiz, yapti. Ana brat.
Rasmga tushib o'tirmaylik. Tushirsin hamma. Biz bu yoqda mana bu pochta ishladik. Mana bu ham bitta qo'yalik. Menimcha buning ichi ham ko'rilgan. Mana qarang, kichkina. Oldinlar bular kattalar uchun qilinganda, kattalar kirib ichiga yashagan va uni o'sha axlatlardan foydalanishgan. Boya tepadan, shu tarafdan video olgandim. Ancha tepadan edi. Qarang, kattalar uchi. Kattalar ko'rasan? Kattalar uy hali. Lekin hozir bu mavsumda kattalar deyarli yo'q. Shuning uchun shunday. Hamma oddiga tushyapti. Biz ham tushyapmiz. Zerikmasdan uchun ashlag turish mumkin. Mana bu rasmlarni qaranglar. Yozuvlar, rasmlar chizilgan. Mana bu rasm chizilgan. Eski. Bu yer o'zi qala bo'lgan ekan. Qala oldin Saljuqiylarning paytida, undan oldin Bizantiya, undan oldin Hititlar shularning qalasi bo'lgan. Tepada qaladan anaqa tuman, ya'ni unaqa o't yoqilgan, hujum bo'ladigan bo'lsa, xabar berilgan bu yoqda yashaydigan odamlarga. Mana shunaqa ekan. Plus yaxshi joy, tarixiy joy. Tarixi bo'yatganimizdek o'sha Hititlargacha borib naqd qiladi. Ya'ni Hititlarga ham xizmat qilgan. Ko'proq Saljuqiylarga, keyin Osmonlilarga. Bu yer shu Kapadokiyaning qalasi hisoblanadi. 3 hisob. Nimasi? Zeriktirmaslik uchun nimadir gapirishga harakat qilyapman. O'sha qala nima qilgan, boya xabar bergandan keyin nima bo'lgan? Odamlar yer osti shaharlariga, boya 300 dan ko'p yer osti shahar bor dedik-ku. Shu 300 dan ko'p yer osti shaharlariga borib anaqa qilishgan. Saqlanishgan. U yerda bir eshik bo'lgan, eshikda ichkaridan qulflanadigan eshik bo'lgan, bir toshdan bo'lgan. Hozir borib ko'rganda qaraymiz qanday eshikligini. Bilmayman to'g'risi o'zim, qanday eshikligini. Borib hozir kirib ko'rganda bilamiz. Xo'p. Ham qizil shapkalilar o'quvchilar, maktabdan keyin o'quvchilar shekilli ular. 25 daqiqa o'tganda hozir soat 1 bo'lsa, mana bir 15 minut bizga rasm tushishga nima berdi? Men bu orada sizlar uchun video olyapman o'rtoqlar. Bir sürü bolalar kelgan. Qaranglar. Hammasi o'yib uylar qilgan, kichik uylar. Masalan, men bu tomonga qarasam, nimaga bunday shaklda bo'lgan deb o'ylasanglar, qaranglar. Tepasida ko'p boyagi tepasida yemirilmaydigan modda bor, pastida ko'proq yemiriladigan modda bor. Shak bo'lib qolib ketgan. Shunaqa bo'lib, keyin shunaqa shakl olganda bular. Bitta o'zim bo'lganim uchun qanaqa rasm chizishni bilmayman to'g'risi. Bitta o'zimman. Bir o'zim kelganman. Shunaqa yana davom etamiz. Hozir Instagram uchun ham video olayin. O'zim rasmga tushayin. Tepaga qarab chiqib ketyapman, bilmayman. Nima bor tepada? Ko'ramiz. Vaqtim kam qoldi. Baribir tepaga chiqib shu yeribajalarni oltdan borib ko'rmoqchiman. Meni tutib ko'rmoqchiman. Uylar. Men tuproqni ko'rsataman. Tuproqning o'zi rostdan juda mo'rt bir tuproq. Mana qarab ko'rsalang. Juda mo'rt. Juda mo'rt.
Yalan tutmasaydı zaten öyle. Problem. Tutkularımız neydi? Mana bu mana bu tez nima qilib ketadigan tuproq. Mana bu bo'lsa yemirilmaydigan ust qatlam. Mana tez yemiriladi. Tez qaziladi shuning uchun ham bu. Ustdagi yashillar bunchalik tez harakat qilmaydi. Mana bu yoqqa qaranglar. Terk edilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Keşişler Vadisi. Burasına Keşişler Vadisi diyorlar Hristiyanlar 4. yüzyıldan sonra. Sebebi ise korunaklı bir bölüm olması. Buraya biz halk arasında Paşa Bağları diyoruz. Niye? Çünkü burada eskiden çok güzel üzüm bağları varmış. Şimdi kayboldu, görünmüyor ama bunlara biz buraya biz Paşa Bağları diyoruz ama asıl orijinal adı Keşişler Vadisi diyoruz. Birazdan göreceğiz. Keşişlerin yaşadığı o bacaları göreceğiz. Buranın en önemli kişisi Aziz Simon dediğimiz bir keşiş burada gelmiş, yaşamış. 2 katlı bir şapeli var. Şapelin üstüne merdiven dayayarak çıkılabiliyor. Tabii şu anda biz giremiyoruz çünkü yasak, korumalıklı bir alan olduğu için. Aziz Simon kimdir? Aziz Simon ise Hataylı bir keşiş. Buraya gelmiş zamanında. Niye gelmiş? Çünkü bazı mucizeler göstermiş. Hatay'da çok ilgi görmeye başlamış. Ki o zamanlar Hristiyanlığın ilk zamanlarında Hristiyanlık genellikle hermit olarak, yani hermit dediğimiz izolasyonda yaşanıyormuş. Yani herkes gizli bir küçük bir alana saklanıp orada gizlice Tanrı'ya ibadetini yapıyormuş insanlar. Daha sonra görev açık toplu ayinler orada başlıyor. Burada daha çok hermit yaşamı var. Burası Zelve dediğimiz bir öğren yeri var. Oraya gidiyor. Koskocaman bir vadi içinde sayısız kilise var ve bölgede yaklaşık olarak oyma kilise 300'den fazla diyebiliriz. Bu Kapadokya bölgesinde hiç yer üstünde kilise göremezsiniz. Çok nadir. 3-4 tane var. Kaptan devam eder. Düz. Oldu. Lağdıktan tam 2 hafta sonra o toprak kabarmaya başlar. Kabaran toprak yüzeyse toplanır. O toprak tanecik diye gözenekli bir topraktır ve su süzme özelliği vardır. Normal hazır aldığınız yoğurdu bile ağın içerisine koyun, süzme yoğurt gibi yoğurt olur. Bunlar kulağlıklardı. Kulağlıklar ince ayak geldik. Maçta kanatlarım yasa geliyor. Soğanlar. Ama soğanlar. Bardaklar. Bu 150 kilo. Yardımcı olayım buyurun. Bana olur çaylar söyle. Ne içiyorsun? Çırağı vermiyor. Ana o'xshaydi, attoga o'xshaydi, bilmayman, attoga. Kapadokyada Hayollar Vodiysi degan joyga keldik. Hozir sizlarga Hayollar Vodiysini ko'rsataman. Ya'ni sherik bajalar bor bu yerda ham, lekin hamma har xil narsaga o'xshatadi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana masalan, mana buni ko'pincha piyaga o'xshatishar ekan. O'xshadimi sizga piyaga?
tuyaga o'xshaydi. Bu yoqda ham shunaqa hayvonlar vodiysi bor. Odamlar bu yerda ham shu rasmga tushirib, falonchi o'xshaydi. Nima qiladi? Masalan, nariga tarafga o'taman, shunday yurib. Sizga tomonlarni ko'rsataman. Yes, baby. Şaka mı? Ya. Xullas, masalan, bu tuyaga o'xshaydigan taraf bu. Bu yoqda masalan chiqib ko'ramiz. Mana bu bular shunaqa shakllanib, yemirilib shunaqa shakllar olib qolganda yemirilish natijasida ko'p yemirganlar uchun. Narigi tomonga chiqib ko'ramiz. Vaqtimiz kam. 15 daqiqa beradi har doim. Chiqib ko'rishga arziydi menimcha. Şimdi. Bana nasıl? Nerede? Bir fotoğraf çeker misiniz? Poz verin. Poz ver. Şu anda Terasına da var. Yusra bir araba be. Bu hammasini masalan hozir men videoda ko'rsataman. Nimagadir o'xshatsangiz, sizlar ham nimaga o'xshatgan bo'lsangiz kommentariyada yozib qolsangiz bo'ladi. Ovozim bo'lyapti bo'laymi? Chunki ko'p nafas olyapman. Ozoq so'rayman. Sizlar qishloqlarga o'xshagan qishloqlar bor. Halbuki yomonlar göre ben